Ko'rib turganinglar, iceberg ko'chatlari 3 quloq bo'lgan holati, ya'ni 10 kunlik holati. Sort Robinson 23-sentyabrda ekilgan. 23-sentyabrda ekilgan. Bugun mana 3-oktyabr, 10 kunlik holat, ro'pparasa. Mana bu ochiq dalada yerga sochilgan qo'l bola urug' Robinson. Inshaalloh, xudo xolasa, bugun 3 bo'lsa, shu 25-oktyabrlarga tayyor bo'lib qoladi ekishga. Xudo xolasa, nasib. 25-oktyabrlarga yetilib qoladi. Kimga mana shu ko'chati shu paytlarga kerak bo'lsa, etsizlar qilib beramiz, xudo xolasa. Bir 3-4 gektarga yetadigan ko'chat bo'lsa kerak menimcha. Endi 4 ko'paytirib yubordim, ko'pirib ketishiga menimcha. Bir 2 gektarga yetadigan ko'chat bor, xudo xolasa inshaalloh. 2 gektarga yetadi, xudo xolasa. 2 gektarga yetadigan ko'chat bo'ladi inshaalloh. 25-oktyabrga kimga kerak bo'lsa qilib beramiz, xudo xolasa. 300 so'mdan donasi. 300 so'mdan. Hali bular yana orasini yagalanib, u qilib yagana qilinadi, o'tlarni o'tab, bu yoq qarab nima qilinadi, xudo xolasa. Mana shu joyimizda ko'chatlarimiz mana inshaalloh yana 20 kunlardan keyin yetiladi, xudo xolasa. Ungacha joylarni tayyorlayveringlar.